Mamlakat dovrug'ini dunyoga tez yoshda hech bir soha sport bilan tenglasha olmaydi. Yanada muhim jihati sport va jismoniy tarbiya rivoji eng avvalo sog'lom avlodni tarbiyalash, salomatlikni asrash, jismoniy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishiga yaratilayotgan zarur sharoitlar yangi iqtidor egalarini kashf etishda alohida ahamiyatga ega. Viloyat hokimining sportchi qizlar bilan bo'lgan uchrashuvi ayni jihatlarni o'zida qamrab olganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Sportni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Mamlakatimizda yoshlarni, ayniqsa qizlarni sportga jalb etish, ularning iqtidorini yuzaga chiqarish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, 5 tashabbus olimpiadasi, vazir kubogi va hokim kubogi kabi musobaqalar yangi iste'dod egalarini kashf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Surxondaryo viloyati hokimi voleybol va futbol jamoalari qizlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida sportchi qizlarning erishgan yutuqlari alohida e'tirof etilib, ularning intilishi va mehnati yuqori baholandi. Ta'kidlanganidek, sportga qaratilayotgan e'tibor natijasida hatto chekka va olis qishloqlarda ham iqtidorli sportchilar yetishib chiqyapti. Ayniqsa, yurtimizda ilk bor o'quvchi qizlar o'rtasida futbol bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vaziri kubogi musobaqasi o'tkazilganligi muhim voqea sifatida qayd etildi. Ushbu musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoaning keyingi faoliyatlariga muvaffaqiyatlar tilandi. Prezidentimizga rahmat, shuncha sportga e'tibor qaratyapti. Bundan biz xursandmiz, qizlarimiz bilan birgalikda mana 3-yil bo'lyapti. Viloyat hokimimiz tashabbus ko'rsatib futbolda kubok qo'ydi, unda qatnashdik, sovrindor bo'ldik, 2-o'rinda olganmiz. Davlat xavfsizlik xizmati qo'ydi, futbolga e'tibor berib, undan o'rin oldik. Mana bu yil vazirimiz kubok qo'ydi, unda faxrli 1-o'rinda oldik. Sportga shunchalik e'tibor qaratilyaptiki, chekka hududlardan mana shunday sportchilar yetishib chiqyapti. Ular doimiy qo'llab-quvvatlanyapti. Shuningdek, voleybol terma jamoasi qizlarining faoliyati ham alohida e'tiborga olinib, ularning kelgusi rejalari va maqsadlari muhokama qilindi. Viloyat hokimi sportchi qizlarga o'z tavsiyalarini berib, ularni yanada yuksak natijalarga erishishga undadi. Sportga qaratilayotgan e'tibor natijasida mamlakatning chekka hududlaridan ham sportga qiziqadigan talantli yoshlar yetishib chiqyapti. Bizning Boshun tumanimizdagi 49-maktabda ham voleybol terma jamoasi bor. Bu qizlarimiz respublikada ko'zga ko'rinadigan faxrli natijalarni qo'lga kiritdi. Jumladan 2023-yilda O'zbekiston chempioni bo'ldi. 2024-yilda 3-o'rin sohibi bo'ldi O'zbekiston kubogida. 2025-yilda eng katta natijalarimizdan bittasi bu Xalq ta'limi vazir kubogida qizlarimiz faxrli 1-o'rinni egalladi. O'tgan oy Nukus shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida qizlarimiz final bosqichida Qoraqalpog'iston terma komandasi bilan o'ynab, faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan sportchilarimizni doimiy rag'batlantirib kelinayotganligi yoshlarimizni yanada sportga bo'lgan ishtiyoqini, qiziqishini oshiryapti. Uchrashuv so'ngida barcha sportchi qizlarga kelgusi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilab, ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi e'tibor va rag'bat shubhasiz yosh sportchilarning ruhiyatini ko'tarib, ularni yangi zafarlar sari ilhomlantiradi.